Assalomu alaykum. Davom etamiz yana uстановkalarda. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni tamomlab, uyni egalariga topshirib bo'ldik. Bugungi adresimiz Samarqand Pastirg'om tumanidagi mahallalarning bittasiga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi mebel haqida qisqa aytib o'tishga harakat qilamiz. Divandan boshlaydigan bo'lsak, divan 210 ga 170 matras razmer. Matras ortopedический $100 matras bo'lgan. Nima deydi? Rangi klient xohishi, mana buni klientning o'zi tanlagan rangda, mo'yshi zamish. Matrasga keladigan bo'lsak, $100 ortopedический matras aytib o'tganimizdek, tagi oshiradigan mexanizmli bo'lgan. Xo'sh, mexanizmimiz 400 mm mexanizm qo'yilgan. Mana bu ichki holati, mana bu uzoqdan ko'rinish. Ancha baland qilib ko'tarilgan qilingan. Mexanizm ichki holat ham mustahkam. Nima deydi? Ikkita kichkina lagacha qo'ymasdan takpolojni ishlangan bu. Mana bu ichki holati. Mana bu o'rtadagisi tashlab yubormasligi uchun. Ko'p mebelchilar bermaydi. Qayerdan olishda qat'iy nazar mana shuni talab qilib olishlari mumkin. Xo'sh, oyoq uchida sofalar bor variantda. Mana bu ichki holati sofasini pastki tomoni oyoqchalik qilib yasalgan. Xo'sh, matrasimizga keladigan bo'lsak, matras 100 3 yil garantiyasi bor matraslardan. Tumba holati ham ancha katta ishlangan. Eshiklari 100% vakuumda. Xo'sh, bitta komod, tortmalari vakuum, eshiklari ham vakuumda buni. Tremosiga keladigan bo'lsak, tremosi balandligi 1.92 metr atrofida, yonbosh razmeri 1.30. 3 ta tortma bu ham vakuumda. Mana bu tomon mana bunday holatda ishlangan. Ichlarida bitta siplari bor. Qulflangan ekan o'zi. Mana bunday holatda oldi fasad qismi oynali qilib. Mana bu umumiy holati. Shkafning razmeriga keladigan bo'lsak, shkafning razmeri 2.30, balandligi 2.20. Nima deydi? Shkafning razmeri klient xohishi. Kimdir uyim razmeriga tushsin deydi, uyning razmeriga ham qilib bera olamiz. Bemalol klient aytgan razmerda, klient aytgan balandlikda bo'ladi. Ichki holati mana bu o'rta qismida bitta polkalari bor. Mana bu tomon razmeri kaltaroq, nisbatan kaltaroq bo'lgan kiyimlar uchun mo'ljallangan. Ya'ni nima deydi? Custom razmerdagi 2 qavat kiyimlarni ilish uchun mo'ljallangan. Shu buni ichki holatini bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Klient menga yoqmadi, boshqacha holatda qilamiz desa ham bemalol qilib bera olamiz. Mana bu uzun kiyimlar uchun. Endi rolikiga to'xtaladigan bo'lsak, rolik hozirda yangi chiqqan rolik uncha-munchaga chiqib ketmaydi. Yo'q, 100% chiqib ketmaydi. Ruchkalari. Mebel materialiga keladigan bo'lsak, materiali 100% rossiyskiy laminatdan yasalgan. Rangida 30 xildan ziyod tanlov bor. Xo'sh, bizning adresimiz Jizzax shahrining o'zida. Biz bilan bog'lanishni 95 226 04 to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Bundan tashqari, bizda sexni o'ziga borib ham tanlab bemalol olishingiz, zakaz berishingiz mumkin. Mebel aytilgan narx ichida 150 km dastavka ustanovkasi tekin, mutlaqo bepul bo'ladi. Qolgan 150 km dan qolgan lishni kilometrlarga faqat yo'l kirasi uchun ozroq qo'shiladi. Xo'sh, aytib o'tganimizdek, o'sha 95 226 04 to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali Instagram, Telegram orqali ham bemalol zakaz berishingiz mumkin. Mebel 2-3 kun ichida tayyorlab yetkazib berishga harakat qilamiz.